Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Hozir sizlarga bir narsani ko'rsataman. O'zim uyalib ketdim, shu narsani hadeb ko'rsataverib. Hop, esa 39 ming so'mdan sotilyapti. Juda ko'p avion bundan tayyor bo'lgan svetlar, rasvetkalari. Keyin buni materialni ham sotdik, xabarlarim bor. 12 ming sotdik, 10 ming sotdik. Bu shartga 8 dan ham berib yuborildi. Lekin mana shu qo'yni lozimdi. Deyarli bir 12 mingga tikilgan bu. Materialni puli o'zi nima xolos. Ko'p qolmadi bu yerda, lekin oxirgi video qo'yishim shuni filiallarga ham berilgan. Lekin mana hop hozir jami umumiy hisobda soni bir 80 ta 100 dan tashkil qiladi. Narxini 39 ming qilib beraman. Keyin mana uzuni bor, buni 35 mingdan chiqqan. Har xil bular ham. Hop, bularda ham bo'lsa 100 dan oshiq bu ham. Bulardan qilib beramiz. Agar mabodo bugundan qolib ketadigan bo'lsa, hammasini shu yonib turgan videosini tashlab beriladi. Zerigildi chunki shu narsani reklama qilaverib, o'zi olmagan ham, kiymagan ham qolmadi-yu. Prosta agar 39 mingga 35 mingga olinmasa, ertaga olovni ko'rasizlar.